Hozir bu modelimizda test drive qilishga ketyapmiz. Ko'rsangiz bo'ladi. Chek tomonlari juda ham yaxshi. Yopirishlari ham chotki. Yopiladi. Avval tomoniga ham mana kishi sig'ib ketaveradi. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Hozir sport uchun juda ham ajoyib. Oddiy bitta knopkani o'zida hamma narsa boshqalar va bunda qo'shimcha mikro zadniy kameragacha bo'ladi. Ko'rsangiz bo'ladi. Hozir uni yurishni ham ko'rsatib sizlarga. Juda ham yaxshi o'zini tutishlari. Uncha nimani ham yamani ham bilintirmaydi bu. Umuman olganda mashinamiz yurish juda ham yaxshi, ancha-muncha qilib o'zini yaxshi ushlab turibdi. Hozirda boshqa tomonlarni ko'rsatib o'tamiz. Tezliklari ham normal. Va boshqaruv rul qismi ayniqsa juda ham yengil, boshqa modellarga qaraganda ancha-muncha yengil buniki. Hozir bitta mana nazoratda ham ko'ramiz. O'zini tutishi juda ham yaxshi. Boshqa modellarga qaraganda. Keyin buni tezliklari ham yaxshi chotki bo'lar ekan. Ya'ni o'zi men o'yladim bu mashina juda tez yurmasa kerak, chunki elektromobil bo'ladi, benzin sarfi yo'q bunda, o'shaning uchun juda ham sekin yurib bo'ladi deb o'yladim. Lekin o'zini tutishi juda ham yaxshi. Masalan bo'ladi. O'zini ushlab yurishlar juda ham yaxshi. Salon mashinasiga ham taxlit berilishdi. Dizayn tomoni juda ham chiroyli qilishgan va o'zida mikrofonlargacha bo'ladi. Mana oddiy yo'lda muzika eshitib ketsalar ham bo'laveradi, xohlasa. O'zini tutishi yaxshi. Tezligi ham zo'r. Ayniqsa mahalla ichida o'zini juda ham yaxshi ushlab turibdi. Uncha ham mana bilintirgani yo'q. Hozir shunaqa gaplar akalar. Xudo xohlasa, xullas pullayinga olishga arziydigan model, ya'ni ayollar uchun ham juda ham yaxshi. Chunki bu narsani olgandan keyin bog'chaga, maktabga, ballarda olib kelgan ham juda ham yaxshi. O'zini yaxshi ushlab beradi. Xohlasa orqasiga buni juda ham ko'rishing mumkin, to'rtishini bemalol oladi. Xohlasa, o'sha hisobda buni qo'shimcha bunaqa ventilyatorlargacha bo'lar ekan. Ya'ni bu narsani qish kunida bemalol haydab yursalar ham bo'laveradi. Ya'ni hech qanaqa sizlarga muammo tug'dirmaydi. Yomg'ir, qorli kunlarda juda ham foydali bo'lgan modelimiz. Xohlasa mana yetib oldik. Agar sizlarga ham shu modelimiz qiziq bo'lsa, bemalol pastga telefon qilib zakaz qilsangiz ham bo'ladi yoki direct yozsangiz ham javob beraveramiz. Kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib ketinglar. Bu modelimiz $2,5 ming arzidimi yoki yo'qmi? Shu narsani kutib qolamiz.